İman davası, İslam davası, Resulullah'ın veya ki Resulullah'ın izbasar olup menüvatkan alim ulemalarının veya ki davetçilerinin vazifesi emas. Yedik, nerede isil tamak var, nerede kavab okşaydı, şu yani izdep birip yedik. Sizlarga yaxshilikqa herisman, savr sahibi bir kishi g'amxo'rlik qiladi. Alloh taolo u odamni salsabil buloqlardan sug'asin. Biz bugün Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam cennet ehlidir deb bisharat bergan Mahir Sodiga xayr saxovatda namuna, urushda boshlamchi, shundaqla o'zini tamodan pok tutishda haqiqiy ulga Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam uning keyinda namoz o'qigan Sodigar sahoba Abdurrahman ibn Avf bilan tanishib chiqamiz. Abdurrahman ibn Avf Makkadagi Bani Zuhra aymaqidan edi. Bani Zuhra aymaqi boshqa aymoqlardan, boshqa jamoalardan ikki ishda alohida farqlanib turadi. Uning birisi bo'lsa Bani Zuhra aymaqidan tijoratchilar, savdogarlar nayt ko'p chiqadi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning suyumlik ayoli Hazrat Xadicha ana shu Bani Zuhra aymaqidan edi. İkincisi bo'lsa Bani Zuhra aymaqida butqa chiqindiganlar nayt oz edi. Abdurrahman ibn Avf mana shundaq tijoratchi aymoqda dunyoga kelgachga kichikdan boshlablar tijorat bilan shug'ullanadi. Uning Hazrat Abu Bakr bilan bo'lgan do'stliqi tijorat sababli edi. Hazrat Abu Bakr Siddiq musulmon bo'lgandan keyin bu hidoyatni, bu haqiqatni eng yaqin do'sti bo'lgan Abdurrahman ibn Avf aytdi. Abdurrahman ibn Avf kichikdan boshlablar Yemenga, Shamga ko'p safar qilgan. U yerga borgandan keyin u yerdagi xristianlarning poplari, yahudiylarning poplari "Nereden kelding?" deb so'rasa, biz Makkadan keldik. Ya'ni Ibrohim alayhissalom bino qilgan Ka'baning yendan keldik desa, ular "Aranglardan oxirgi payg'ambar texe chiqmadimi?" deb so'raydi. Shundaqla uningga "Oxirgi payg'ambar sizlarning yurtinglardan chiqdi" deb Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ba'zi sifatlarini aytib beradi. Shuning uchun Abdurrahman ibn Avfda oxirgi payg'ambar qarta iddia jihati tayyorlik bor edi. Shundaqla oxirgi payg'ambarning sifatlarini anglagan. U Hazrat Abu Bakrning musulmon bo'lganligi, shundaqla Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga nozil bo'lgan oyatlarni anglagandan keyin hilqi xristian va yahudiy poplar deb bergan oxirgi payg'ambarning sifatlarini eslashga boshlaydi. Shunga Abdurrahman ibn Avf bu masalada ko'p ikkilanmay Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga iymon aytib shahodat aytdi. Ya'ni musulmon bo'ladi. Shundaqla Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qishig'iga keldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom uning bilan ko'rishgandan keyin islomni qayta takror texmo tafsiliy tushuntirdi. Abdurrahman ibn Avfning qalbi yurib ketdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom isming nima deydi? Abdurrahman ibn Avf ismim Abdul Ka'ba deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bundan keyin isming Abdurrahman bo'lsin deydi. Ya'ni Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir odamning ismining yaxshi emas yoki chiroyli emas ekanligini bilsa, u ismini shu yerda o'zgartirib o'tadi. Bu Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning sunnatlaridan birisi. Shuningdan boshlab uning ismi Abdurrahman ibn Avf bo'ladi. Abdurrahman ibn Avf musulmon bo'lgan vaqtida 30 yoshda bo'lib, Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan 10 yosh kichik edi. U Hazrat Abu Bakr Siddiqdan 2 kun keyin musulmon bo'lgan edi. Abdurrahman ibn Avf musulmon bo'lgandan keyin musulmon bo'lishni majburiyatni ustiga olganlik deb bilib, bu hidoyatni, bu haqiqatni yetkazish uchun atrofdagi do'stlar bilan birma-bir ko'rishib, ularga islomni tushuntirdi. Abdurrahman ibn Avfning qo'lida Hazrat Osman ibn Affan, Sa'id ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaydullah va Zubayr ibn Avvam musulmon bo'ladi. Iymon davası, İslam davası Resulullah'ning va yoki Resulullah'ning izbasar bo'lib menayotgan olim ulamalarning va yoki da'vatchilarning vazifasi emas. İslam davası har bir odamning abadiy hayotini qutqizadigan bir da'vo. Shuning uchun bu haqiqatni tushungan har bir odam bu da'vodan o'rin olishi kerak. Abdurrahman ibn Avf, men bir tijoratchi, pulim bor, pul lozim bo'lsa dang ey Rasululloh, men pulni yordam qilay, men ishimni qilib beray demadi. Bu yerda bir jiddiy masala bor ekan. O'lgandan keyingi abadiy hayotimizni qutqizadigan masala bor ekan. Buning uchun men bir kishilik hassamni qo'shay, atrofimdagi do'stlarimni do'zax azobidan qutuldiray deb atrofidagi kishilarga islomni tunishtirishni davomlashtiradi. Asli har bir musulmon mush iddiada bo'lishi kerak. Chunki la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad Allohning oxirgi elchisi degandan keyin biz bir mas'uliyatni, bir majburiyatni ustimizga olgan bo'lamiz. O'ylab qolmaylikki, islomni tarqitish, musulmonlarning dinini kuchaytirish, iymonni mustahkam turg'izish yolg'iz da'vatchilarning, dini olimlarning vazifasi emas. Har bir odam kuchi yetgan miqdorda qila oladigan ishida majburiyatini ado qilish kerak. Agar o'zi so'zlayolmasa, o'zi o'g'itolmasa, yoza oladigan, so'zlay oladigan va o'g'ita oladiganlarning qishida ularga yordamchi bo'lish kerak. Chunki har birimiz musulmon, ya'ni iymoniy majburiyatni ustiga olgan kishilar. Qiyomat kuni har birimizning Alloh taolo o'zimiz qila oladigan ishda birma-bir hisob oladi. Abdurrahman ibn Avf musulmon bo'lgandan keyin uning jamiyatda ta'siri kuchli tijoratchi bo'lgachqa mushriklar tomonidan nihoyat ig'ir bosimga uchraydi. Uning tijoratlari to'xtaydi, har xil ziyonkashliklarga uchraydi. U oxiri bo'lolmay, hech nimasi yo'q, ojiz musulmonlar bilan birlikda Habasistonga hijrat qilishga majbur bo'ladi. O'ylab boqing, bir boy bir savdoga
tijoratchi, yurtida innovativ, hamma odam hurmatlaydigan bir odam iymon etganligi uchunla o'zining yurtidagi cho'nglar tarafidan chetga qilib, tijoratlari to'silib, boshqa bir yot bir yerga hijrat qilishga, ko'chishga majbur bo'ldi. Ammo Abdurrahman ibn Avf buning uchun aslo o'kinmadi, balki sharaf his qildi. Men Allohning ba'da payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni Allohning elchisi deb iymon keltirdim. Buning uchun badal to'layman, lekin biz cho'qim g'alaba qilamiz. Alloh taolo bizga cho'qim yordam beradi degan ishonch bilan mol dunyosining hammasini qo'yib, Ifofiyaga, ya'ni Habasistonga hijrat qiladi. U Habasistonda bir mezgil turgandan keyin Makkaga qaytib keladi. Va bir tarafdan tijoratini qilgach, yana bir tarafdan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning yenidan ayrilmay, undan ta'lim oladi va uning iymon da'vosining muhim bir qismiga aylanadi. Mushriklar texmi haddidan eshib, musulmonlarning Makkada turish imkoniyati qolmagan vaqtida Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga Madinaga hijrat qilishga buyurdi. Bu vaqtda Hazrati Abdurrahman ibn Avfning mol-mulkim batdi, tijoratim batdi. Tijoratlarimni oxirlashtirib etib, pullarimni to'plab, ondan keyin menga demasdan shu hamon Madinaga hijrat qiladi. Abdurrahman ibn Avf Madinaga quruq qo'l hech nimasini olmay keladi. Chunki mushriklar to'sqinlik qilgan edi. Abdurrahman ibn Avf mol-mulkim bilan qalay demasdan, mol-mulkim qasim, men iymonim bilan yashay deb Madinaga hijrat qiladi. Madinaga kelgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Abdurrahman ibn Avfni Madinadagi cho'ng tijoratchi Said ibn Rabi bilan qarindosh qiladi. Said ibn Rabi Abdurrahman ibn Avfning cho'ng tijoratchi ekanligi, shundaqla yurtida yaxshi yashagan bir odam ekanligini bilgandan keyin uni uyga boshlab keladi va uningga: "Ey qarindishim, Allohning elchisi bizni qarindosh qildi. Mening butun mol-mulkimning yerimi sening. Mening ikki ayolim bor. Xohlaganingni tanla, men taloq qilay, iddati chiqsin, uning amriga ol" deydi. Sahabalardagi bu xil fidokorlikni biz anglashdanmi ojiz qilamiz, qabul qilishdanmi ojiz qilamiz. Lekin sahabalardagi iymon ana shu darajaga yetgan edi. Abdurrahman ibn Avf bu talabga nim dedi? Sen iymon etgan bo'lsang, men iymon etdim. Sen halovat yashasang, men jabod yashasam qanday bo'ladi? Akal mol-mulkingning yerimini dedimi? Asla undaq demadi. Mol-mulkingga, oilangga Alloh barakat bersin. Menga bozorni ko'rsatib qo'y. Men bir tijoratchi odam. Shundaqla Said ibn Rabi'ning bir tiyinini qabul qilmadi. O'ylab baqaylik. O'zimizga bir qarab baqaylik. Alloh uchun hijrat qildik, yurtimizdan ayrildik, nurg'ulgan qiyinchiliklarga uchirdik. Ba'zida qaqshab qolamiz. O'zini musulmon deganlar nima uchun bizga yordam qilmaydigandi? Nima uchun biz shuncha qiyinchilikda qolsak, mani key, mani ya demaydigandi deb o'ylab qolamiz. Esingizda bo'lsin, biz iymonni Alloh uchun etdik. Biz yordamni faqat Allohdan kutishimiz kerak. Biz iymon etganligimizga minnat qilib, boshqalarning yordam qilmaganligi uchun ularni kufrlik bilan iymonda rasul emas deb ularni ayblashimizga aslo haddimiz yo'q. Ular qilsa o'ziga qiladi. Qilmasa uning hisobini Alloh qiladi. Ammo biz iymonimizni pash qilib, iymon etganligimizga minnat qilib, ular bizga cho'qim yordam qilish kerak. Ular musulmon bo'lgandan keyin, biz musulmon bo'lgandan keyin cho'qim bizga yordam qilish kerak deb bu xil tamoxirlikqa tushimiz aslo to'g'ri emas. Shundaqla bir musulmonda bo'lishga tegishli iffatga aslo uyg'un kelmaydi. Qisman qarindoshlarimiz o'zining uyg'urligini, va yoki musulmonligini, va yoki talibligini, va yoki olimligini pash qilib, shuni setib xajlab, hamma yerdan yordam talab qiladigan, uni pash qiladigan bir ahvol yo'q emas. Bu bo'lsa iymonga sodiq bo'lmaganlik. Aksicha iymonni, islomni setib xajlaganlik. Ehtiyoj bo'lmagan ahvol aslida bir musulmonning bunday qilishi aslo to'g'ri emas. Abdurrahman ibn Avfdagi iffat, ya'ni tamodan yiroq turish, boshqalarning mol-mulkiga ko'z tikmaslik odamni ham moddiy ham ma'naviy jihatda boy qiladi. Said ibn Rabi Abdurrahman ibn Avfni Yahudilarning oltin bozori bo'lgan Qaynuqa bozoriga akilib oylantiradi. Abdurrahman ibn Avf Madinaning bozorlarining hammasini aylanib bo'lgandan keyin Madinaga quruq qo'l kelgachga tijoratni noldan boshlaydi. Ya'ni to'ng yog' sotish va yemeklik sotishdan boshlaydi. Alloh taolo degandek, har bir odam tirishqaning natijasini cho'qim ko'radi. Uzun o'tmay Abdurrahman ibn Avfning ahvoli yaxshilashga boshlaydi. Ahvoli yaxshilangandan keyin Rasululloh qarindosh qilib qo'ygan Said ibn Rabi'ning uyidan ayrilib, ayrim uy tutadi. Yana bir muddat o'tgandan keyin Madinalik bir ayolni amriga oladi. Bir kuni Abdurrahman ibn Avf chiroylari paqirgan, atirib turgan holda payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qishig'iga keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Abdurrahman ibn Avfning paqirab qolganligiga qarab, "Ey Abdurrahman ibn Avf, to'y qilib o'xshamamsan?" deydi. Abdurrahman ibn Avf, "Hay Rasululloh, to'y qilib oldim" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam, "Qanchalik mehr berding?" deydi. "Qunaqchilik oltin berdim" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam, "Ziyofat berdingmi?" deydi. Abdurrahman ibn Avf, "Yo'q, deb bermadim" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam, "Bir qo'yda o'simiz ziyofat ber" deydi. Abdurahman ibn Avf bir qo'yni o'ltirib, Rasululloh va sahobalarning hammasini chaqirib ziyofatini berdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Abdurahman ibn Avfning tijoratiga duo qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning bu duosidan keyin Abdurahman ibn Avfning tijorati texmi rivojlanib ketadi. Abdurahman ibn Avf, "Men o'zimni bilmadim. Nima olsam foyda chiqadi? Qandoq bir narsa akilib satsam qo'limda turmayli chiqib ketadi"
deydi. Abdurrahman ibn Avf'ning tirishchanligi, Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning duosi natijasida Abdurrahman ibn Avf uzun o'tmay Madinadagi boy savdogarlarning qatoriga tezladi. Sahobalar hayron qilib, "Ey Abdurrahman ibn Avf, Makkada o'zining ota-onaning boy edi. U yerda sen bizning boy eding. Madinaga tang keldik. Hammamiz tijorat noldan boshladik. Lekin sen yana bizni beyib ketding. Boylarning qatoriga tezilding. Buning sababi nima?" deb so'raydi. Abdurrahman ibn Avf tijoratidagi muvaffaqiyatining sababini bayon qilib, birinchidan, "Men tijoratimga jazoni asla aralashtirmadim. Shundaqla nesi qilmadim. Ikkinchidan, men har qanday bir tijoratni, har qanday bir foydani oz ko'rmadim. Ya'ni kichik ish bo'lsa-mi qildim, oz foyda chiqsa-mi qildim. Uchinchidan, men tijoratimga faqirlarni shirk qildim" deydi. Ya'ni Abdurrahman ibn Avf tijoratiga asla jazoni aralashtirmagan, yiqimni keltirmagan. Shundaqla har qanday ishni kichik ko'rmay, foydasi ozgan demay qilgan. Shundaqla nayt ko'p xayr saxovat qilgan. Ya'ni faqirni shirk qildim degani, pay topsamla ma'lum miqdorni xayr saxovat qildim degan. Ya'ni Abdurrahman ibn Avf tijoratida qancha foyda olsa, shuncha ko'p xayr ihson qiladi. Shuning uchun uning foyda olishini nurg'ulg'an kambag'allar orzu qiladi. Chunki Abdurrahman ibn Avf foyda olsa, uning foydasini oldi bilan faqirlar ko'radi. U shu darajada xayr saxovatni ko'p qiladi-ki, kishilar Madina ahlining hammasi Abdurrahman ibn Avfning qilgan tijoratiga shirik deyishadi. Talha ibn Ubaydullah Abdurrahman ibn Avf butun Madina aholisining holidan xabar oladi. Chunki Madina aholisining 3/1 uningdan qarz olib tijorat qiladi. Qolgan 3/1 uning sadiqasini yeydi. Qolgan 3/1 uning yaxshiligiga, xayr ihsoniga uchraydi. Ya'ni kamisimi yaxshilik qilib, xayr ihson qilgan sil rahmatga uchraydi deydi. Asli pul tepishning birinchi yo'li bu. Nurg'ulg'an boylar bilmaydi. Amaliyotda bir odam qancha xayr saxovat qilgan siri Allah Taala u odamga shuncha beradi. Yabni Adam anfiq unfiq alayk. Ey Adam balası, ey musulmonlar, ey müminler demeydi ha. Ey Adam balası, yani ey insaniyat chiqim qil. Yaxshilik yo'llariga xajla, unfiq alayk. Men sana xajlayman. Men sana chiqim qilaman deydi. Shundaqla dunyodagi dangliq baylarning tarixiga qarab baqadigan bo'lsak, dinsiz bo'lsa-mu, tijoratni boshlagan vaqtidan tortib, ozroq bo'lsa-mu, i'ona qilishni o'ziga odat qilganligini ko'rib olamiz. Lekin Alloh taolo Qur'oni Karimda degandek, "Ash-shaytonu ya'idukumul faqra." Shayton sizlarni faqirchilik bilan qo'rqitadi deydi. Ya'ni bizni shayton doim faqirchilik bilan qo'rqitib, xayr ihsondan to'sib qoladi, hatto yomon ishlarga, ya'ni harom tijoratlarga bizni majbur qiladi. Masalan, biz birisiga 10 ming ko'y ihson qilishni niyat qilsak, pulni qo'limizga ilib qo'yguncha, shayton bizning quloqimizga pisildab, u pulni u yerga bermasang, "Mundaq ish lozim bo'lib qolsa qanday qilsa, u yerga pul lozim bo'lib qolsa qanday qilsa" deb u 10 ming ko'y, 5 ming ko'y qoladi. Atisigacha, ya'ni biz ihson qilmoqchi bo'lgan odamning qo'liga tegib qo'yguncha, shayton bizga har xil vasvasalarni, har xil savollarni keltirib 2 ming ko'y qoladi. Bir odam bilan kurashib qo'yguncha, u 2 ming ko'y, 1000 ko'y qilishi mumkin. Shayton ba'zida xiyolimizga vasvasa qilish orqali bizni ihson qilishni to'ssa, ba'zida odimiy shaytonlar orqali, ya'ni qishimizdagi odamlar orqali, balki ayolimiz orqali, balki balamiz orqali bizga vasvasa qilib xayr ihsondan to'sadi. Amaliyotda dunyoda xayr ihsonni ko'p qilganligi tufayli nomrod bo'lib qolgan bir odamni o'chirta olmaymiz. Aksicha Alloh taolo hadisi qudusida degandek, farishtalar chiqim qilgan odamga, xayr ihson qilgan odamga, "Ey Alloh, uning o'rnini texim yaxshisi bilan, birining o'rniga 700 bilan, 70 bilan, 70 ming bilan to'liqlab bergin" deb duo qiladi. Masalan, Hazrat Abu Bakr Tabuk urushiga butun mollarining hammasini sadiq qildi. Hazrat Abu Bakr undan keyin faqir bo'lib qoldimi? Yo'q. Aksicha Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda deganda, ko'p chiqim qilgan odamga farishtalar Allohga duo qiladi. "Ey Alloh, bu bandaning chiqim qilgan mol-mulkining o'rnini hasilab to'ldirib bergin" deb doim duo qilib turadi. Tabuk urushida Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom keng ko'lamli i'ona boshladi. Chunki boradigan yer yiroq, 15 kunlik musofa, sahobalarning soni 30 ming edi. Hazrat Abu Bakr butun mollarini i'ona qiladi. Hazrat Umar 20 milni, ya'ni butun mol-mulkining 20 ni i'ona qiladi. Hazrat Usmon ko'p i'ona qiladi. Abdurrahman ibn Avf bu urushga 4000 dinar, ya'ni 1 dinar 425 gram oltinga teng. 500 at 1500 tugi i'ona qiladi. Toplangan mallar qo'shiniga yetmay Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ikkinchi qatim yana i'ona qilishga buyurdi. Abdurrahman ibn Avf yana i'ona qildi. Hazrat Umar Abdurrahman ibn Avfning ko'p i'ona qilganligi tufayli ballarga bir narsa qo'ymay gunohkor bo'lib qolami deb ansiraydi. Munofiqlar bo'lsa Abdurrahman ibn Avf riyo qilish uchun, Muhammadning qishdagi o'rnini yuqori ko'tarish uchun i'ona qiladi, sadiq qiladi deb masxara qiladi. Abdurahman ibn Avf ularga qalbimdagini men bilaman deb xayr ihsonni davom qilaveradi. Payg'ambarimizning ayollari bir kuni Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga: "Ey Rasululloh, sen Allohning elchisi, sen vafot topgandan keyin sen qoldirib ketgan narsaning hammasi sadiqa. Biz undan miros ola olmaymiz. Ham biz sadiq emaymiz, boshqalardan zakotni ola olmaymiz. Sen vafot topgandan keyin bizning turmush ahvolimiz qandoq bo'ladi?" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ularga: "Sizlarga yaxshilikqa herisman, sabr sohibi bir kishi g'amxo'rlik qiladi. Alloh taolo u odamni salsabil buloqlardan sug'asin" deb shu vaqtda duo qiladi. Darvaqa Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom vafot topgandan keyin Abdurrahman ibn Avf Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ayollariga 40 ming dinar avatdi. Shundaqla ular
ularning turmushiga o'zi bir qo'lliq ega bo'ladi. Bir kuni Madinada qaynoq bozor qaynab ketadi. Hazrat Aisha xizmatkordan nemish bo'lib o'qib keldi deydi. Xizmatkor o'qib kelgandan keyin Hazrat Aishaga Abdurrahman ibn Avfning 700 tuguluk nihoyat zo'r miqdorda mal bosgan karvoni Madinaga yetib kelibdi. Shunga bozor qaynab ketibdi deydi. Hazrat Aisha Abdurrahman ibn Avfga Alloh rahmat qilsin, menga barakat bersin. Men payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan mening ummatimning baylining ichidan eng burun jannat kirdigani Abdurrahman ibn Avf, lekin Abdurrahman ibn Avf jannatga o'milib kirdi deganligini anglagaydim deydi. Hazrat Aishaning bu so'zi Abdurrahman ibn Avf mallarni taqa karvondan tushirmasdan uning quloqiga yetdi. Abdurrahman ibn Avf darhol Hazrat Aishaning qishig'iga boradi va uningdan "Hey ana, payg'ambarimiz rostmi shundoq deganmi?" deydi. Hazrat Aisha "Ha, shundoq degan" deydi. Abdurrahman ibn Avf jannatga o'ri turib kirishim uchun bu 700 tuguluk karvonning hammasini Alloh yo'lida sadiq qilib o'taman deb hammasini sadiq qilib o'tadi. Abdurrahman ibn Avf ana shundoq pul bilan jihad qilibli bo'ldi qilmasdan jini bilan butun jihatlarning hammasiga qatnashadi. Badr urushi qatnashadi, Uhud urushi qatnashadi. Uhud urushida uning 11 yeri jarohatlanadi, yaralanadi. Shundaqla ufti tushib ketadi. Bir puti ig'ir yaralanib, shu urushdan keyin oqsoq bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Abdurrahman ibn Avfning ismini atab turib, u jannat ahlidan deb jannat kirdiganligini oldin bishorat beradi. Lekin shundaqdimi Abdurrahman ibn Avf xuddi jahannam keynidan qo'g'layotganda butun kuchi bilan, meli bilan, jini bilan Alloh yo'lida jihad qilishdan aslo to'xtab qolmaydi. Men jannatdan bishorat berildim-ku deb yaxshilik qilishdan, Alloh yo'lida kurash qilishdan aslo to'xtab qolmaydi. Endi o'zimizga bir qarab boqaylik. Xuddi biz jannat bilan bishorat berilgandek xotirjam. Sahobalar bo'lsa jannatdan bishorat berilgan bo'lsa-mu, xuddi jahannamdan bishorat berilgandek nihoyat Allohdan qo'rqatdi. Butun mol-mulkini Alloh yo'liga xajlab jahannam azobidan qutulishga tirishadi. Abdurrahman ibn Avf vafot bo'lish oldida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning ayollariga 400 ming dirhamga sotilgan bir bog'ni vasiyat qiladi. 12 dirhamga bir qo'y keladi. Jihad yo'liga 1000 at 50 ming dinar berishni vasiyat qiladi. Shundaqla Badr qatnashgan 310 sahobaga har biriga 400 dirhamdan berishni vasiyat qiladi. Abdurrahman ibn Avf vafot topganda Zubayr ibn Avvam o'ziga tegishli nasibasini elish uchun, ya'ni Badr ahli bo'lganlik uchun 400 dirhamni elish uchun Abdurrahman ibn Avfning rasxolining qishig'iga keladi va o'zining nasibasini oladi. Sahobalar: "Ey Zubayr ibn Avvam, sen boy tursan, shundoq turibmi olamsan?" deydi. Zubayr ibn Avvam bo'lsa, "Abdurrahman ibn Avfning milida barakat bor, uningda Rasulullohning duosi bor" deydi. Abdurrahman ibn Avf musulmon bo'lgandan boshlab toki vafot topguncha 30 ming qul ozod qiladi. Abdurrahman ibn Avf ana shundoq boy bo'lsa-mu, lekin nihoyat zohid edi, taqvodor edi. Oddiy turmushni yashaydi. Oldiq isil tomoqlar kelsa, Rasulullohning bu dunyoda qursqi to'ymay ketgan deb yig'lab ketadi. Ramazon oyida iftorda ayoli uning oldiga isil tomoqlarni akiladi. Abdurrahman ibn Avf tomoq qarab yig'lab ketadi. Ayoli "Nima uchun yig'laysiz?" deydi. Abdurrahman ibn Avf: "Men bu yo'lga Mus'ab ibn Umayr bilan birga chiqqan edim. U bu kunlarning hech qaysini ko'rmadi. Bu isil tomoqlarni yelmadi. Mushu dinning jafosini tatibla shahid bo'ldi. Mendan burun ketdi. Men bu yo'lga Hamzulama birga chiqqan edim. Hamza mendan yaxshi edi, mendan taqvo edi. U islomning jafosini tatibla huzurini, halovatini ko'rolmay, bundoq isil tomoqlarni yeyolmay dunyodan ketib qoldi. Men bo'lsam bu bayashatlik kunlarni ko'rdim. Men qiyomat oldigan mukofotimni mushu dunyoda elib qoldimmikin deb o'zimdan ensayman" deb yig'lab ketadi. O'ylab boqing. Biz o'zimizni musulmon, shu payg'ambarning izini mangan, shu sahobalarning izini mangan kishilar deb o'ylaymiz. Amaliyotda biz oldimizga bir qatim isil tomoq kelgan vaqtimizda Rasulullohni eslab boqdikmi? Rasululloh bunchalik isil tomoqlarni yemmadilar deb o'ylab boqdikmi? O'zimizni azroq nomus qilib boqdikmi? Bu isil tomoqlarni yegudek Alloh yo'lida nima ish qildik? Oxiratimizdan, ya'ni abadiy hayotimizni qanchalik xotirjam bu haqda o'ylab boqdikmi? Afsus, ko'pinchamiz o'ylab boqmadik. Yedik. Nada isil tomoq bor? Nada kavob o'xshaydi? Shu ya'ni izdab berib yedik. Yana nomus qilmay, ana shu payg'ambar bilan, ana shu sahobalar bilan birga bo'lishni umid qildik. Alloh bizga hidoyat bersin. Qalbimizni yumshatsin. Faqat mushu dunyoda huzur izlaydigan bu xil ochko'zlikdan bizni qutqazsin. Ey qarindoshlar, o'ylab boqing. Hayot mushu dunyoda iborat emas. Bu hayot abadiy hayotning nihoyat oz bir qismi. Bu hayot imtihon maydoni. Bu hayotda qandoq yashasak, nima ishlarni qilsak, qandoq narsalarni terisak, u hayotda, ya'ni abadiy hayotda shunga erishimiz. Agar biz hayotning hammasini mushu dunyoda iborat ko'rib olsak, cho'nqur xatolashgan bo'lamiz. Chunki oldimizda o'lim bor. Haqiqiy hayot o'limdan keyin boshlanadi. U vaqt qilgan pushaymonimizdan hech narsaga foydasi bo'lmaydi. Alloh taolo bizni aqlimiz bilan yashashga nasib qilsin. Dunyoning bir imtihon maydoni ekanligini unuttirmasin. Dunyoda huzur, halovat qo'lishib yashaydigan hayvon kabi bu xil aqlsizlikdan bizni qutqazsin. Abdurrahman ibn Avf mol-mulklar emas, mansab, huquqdimi nihoyat iffetlik va zohid edi. Osmon ibn Affan Abdurrahman ibn Avfdan "Men vafot topgandan keyin sen xalifa bo'l" deb talab qiladi. Abdurrahman ibn Avf bu talabni anglagandan keyin: "Ey Alloh, Osmon ibn Affan o'zidan keyin meni xalifa bo'lishini talab qilyapti. Mening jonimni Osmon ibn Affandan burun olg'in" deb Allohga duo qiladi.
Chunki mansab, huquq degan bir mas'uliyat, uning hisobi bor. Alloh taolo Abdurrahman ibn Avfning duosini ijobat qilib, bu duodan 6 oy keyin Hijriyaning 31-yili 75 yoshida vafot topdi. Alloh taolo bizga Abdurrahman ibn Avfdagi sexiylikni, kang qo'soqlikni, zohidlikni, iffatni, shijoatni va qo'rqmas ruhni ato qilsin. Sahabilar izidin chaqnagan izzat nuri o'tgani siqin idin haq islomning tulquli boshagmas kafirlar shiddat bilan aqsili Hamza Halid Musaddak şir yürek oğlanları